Buni aşı yuqarqı münazirimizning bir yakuni süptida da'vogandan keyin uning aldiritishidan burun jiddiy holda shuni so'rdim. 50-ci yili Kucha atrofidagi tog'larda partizanlik harakatlari bo'lganligiga doir savolimga shu chaqda qattiq ochiqlab ketganing esingda bormi? Aslida, shu chaqda Sharqiy Turkiston Jumhuriyati hukumatidan qolgan eng yuqori darajalik rahbar sen eding. Milliy armiyami, xalqmi sana ergishetdi. Bu Sovetdan boshqa uchinchi bir davlatning qo'llashi demekdi. Ajoyib yaxshi fursat edi. Shug'unisi u chaqda sen dunyoni boshqacha tushunatding. Bilamsan, bu bir baxtsizlik. Sen degandek bo'lgan holda bir foydasi bo'lishi notayin edi-yu. Bundaq yarashmagan o'zingni oqlashni qilib avara bo'lma. Sen bir siyosiyon. Siyosiy fursat nima demak, buni obdan tushunasan. G'alaba qilish qilmaslik boshqa bir gap. Her fursatda urinib beqish bu boshqa gap. Biri Alloh xolisa muyassar qiladigan ish. Keyingisi bo'lsa, banda bo'lish süptimiz bilan sabab qilish majburiyatimiz. Bugun qilmoqchi bo'layotganing bir urinish emasmi? Buning g'albasiga bir kapolat bormi? Bunisi texmi echinishli holda tuga. Ammo 50-ci yillardagisi bugungiga qaraganda texmi ishonchliroq edi. Bu gaplarimdan uningda jiddiy bir andisha, qo'rqinchli bir g'am paydo bo'lgandek tatirib va bozurib ketayotganini sezdim. U buning sabablarini deydigandek bir necha qitim eg'iz o'mallab yana to'xtab qoldi. Xeli uzun bir sukutdan keyin oxiri bir aplik yo'lini topgandek chiroyi sal tuzilib, tuyuqsizla shundoq so'rdi. Mening haqqimda xalq nima o'ylaydi? Meni nima deb tushundi? Ya'ni, menga beradigan bahosi qandoq? Bu savollardan uning shakllangan andishini tushundim. Endi haqiqiy do'stona ogohni berishim majburiyat edi. Shuni bilginki, faqat harakat orqali o'zingni oqlay olaysan. Hozir men haqiqiy hissiyotimni yezishga tirishyapman. Bularni ko'rsang meni tushunasan. Yo'q, tushunmayman. Harakatda xato qilib, quruq uzr so'ragandek bir ish bo'ladi. Bir axloqsiz odam ömür bo'yi axloqiy buzuqchilik qilib, ömrning oxirida bir pand nasihat kitobi yozsa, bu uning axloqli ekanligiga isbot bo'la olamdi. Kishilar buningga ishonamdi. Balkim uni tonimaydigan nurg'un odamlar uni bir axloqshunoskan deb ishonib muqalla. Baxtga qarshi seni hamma Uyg'ur biladi. Bu so'zimdan keyin uning chiroyiga qaradim. U haqiqatan g'alati tatirib ketdi. O'zidan keyin oqisida qoladigan yomon atiqi uning uchun haqiqatan qo'rqinchli edi. U lavlari ko'kirib titrak ohangda "Mening xatosim neda?" deb so'radi. Men uning harakat orqali tuzitish urinishini qo'lga keltirish uchun haqiqatni yoshirmasdan deyishla emas, hatto echitishga majbur edim. Buni 50-ci yillardagi uchrashishimiz degan edim. Xatosing tarixiy rolingni ustunga elishdan bosh tortganligingda. U bir oz shuklab ketgandan keyin yana tirishib o'zini oqlashga urinib, "Mag'lubiyatni ko'rib turibmi?" deb so'radi. Albatta shundoq. Sabit Damollimi mag'lub bo'ladiganligini biladi. Mag'lubiyatingdan qat'iy nazar tariximizdagi eng ulug' shaxs bo'lib qolading. Oyimxon qishimizga kelib-o'tadi. Uning turqidan tit-titliq chiqib turadi. Bak ko'p vaqtimiz o'tib ketgandek qiladi. Bo'ldi, turayli. Paxtaklarim sayrab ketmasin, dedi Sayfiddin Oyimxon tarafga ishora qilib. Ammo mening deydiganlarim tek tugamagan edi, dedim qiymasliq ilkida. Yana nima muhim gapdi, uyda deyishamiz. Bu Qashqadagi Oxunub Mijit qo'zg'oloni haqida edi. Bo'ldi qila shuni, dedi u. Ammo uning ovozidan bir hasratning iznasini tuydim. Shug'unisi uning bilan bu temalarda so'zlashish qayta nasib bo'lmadi. Sabitka, birdam to'xtang, birdam savol javob qilishim kelyotidi, dedim gap shu yerga kelganda. Kishilarning ko'pchiligi Sayfiddinni milliy munofiq deydi ekan, vatanni sotgan deydi ekan. Siz qanday qaraysiz? Bu haqiqatan og'ir savol, qiyin savol. Munofiqlik bilan vatanni sotdi degan ikki gap ayrim ikki masala. Munofiq degani sifat, vatanni sotmoq amaliyotdagi harakat.
Mana əmdi bu iki gapni ayırıb alğandan keyin ayrım-ayrım cavab izləsək boludu. Munafiq degan bu sifət əsli ərəbçə söz. Ərəbçədəki mənisi bilan Uyğurçadakı mənisi bir az fərqliq. Məsələn, hədisdə munafiqning alamati şundaq siralanğan. Sözləsə yalğan sözləydi. Vədisiga vəfa qılmaydı. Amanətga xiyonət qılıdı. Bu bo'yicha bo'lganda hammaylarda azdır köptür munafiqlik alamati tepilmay qolmaydi. Anchiki bir ish hisobida ushshoq yolg'onlarni so'zlab qo'ymaydiganimiz az. Birasining qimmati tuvan bir narsani ishlatib etib qarab o'ltiraverdiganimizmi bor? Ba'zi ushshoq va'dalarni ko'zimizga ilib ketmaymiz. Dәл şundaq bo'lğaçqa sahabelerning arxivini saqlashga mas'ul qilingan Huzayfdan, hatto Ömerdek hayot turib jannatdan xush bishorat berilgan sahabimi munofiqlar tizimida mening ismim bormi yo'q deb ansirab so'g'an ekan. Uyg'ur tilidagi ma'nosi farqliq deganimizda, Uyg'ur tilidagi munofiq siyosiy maydon, nuqtai nazarlar nuqtasida xalqqa qarshi bo'lganlar, dushman taraf bo'lganlarni ko'rsatadi. Ya'ni xoin degan so'z bilan ma'nodash. Sayfiddin qaysisiga tava? Meningcha har ikkisiga tava. Hech bo'lmaganda o'tgan bir mezgilda shundaq bo'ldi. Meningcha u zamon tarafidan ahmaq qilingan bir bechora. Uning jimiy xatosining tub halqisi kommunistlikni meningsiganligida. Bundan keyingi Sayfiddinlar nima bo'ladi? Uni ko'ryapsiz. Sabit Efendi mushtakni siqimdi olgan holda birdam xiyol qilib, nimanidir aslavamoqchi bo'lgandek shuklab turib, ondan yana davom qildi. Endi uning vatanni sotganligiga kelsak, bu dal paketimiz bo'lmagan holda osonlikcha isbot qilinmaydigan qiyin masala. Shundaq bo'lsa-mu, biz mantiqiy yo'l bilan buni tadqiq qilib baqsaq bo'ladi. Masalan, Sayfiddin vatanni sotdi deganga ishonsak, u holda agar u sotmagan bo'lsa, vatan o'zimizda qoladi deganga ishonishimiz kerak bo'ladi. Shundaqmi qandaq? Sabit Efendi mendan javob kutib ko'zimga qaradi. Men boshlig'ini deb tasdiqladim. Hech bo'lmagandimi siz buningga ishonamsiz? Ya'ni Sayfiddinning vatanni sotganligiga. Mencha ishongandek tursiz. Shundaq emasmi? Men xijil bo'lib turib qoldim. Rostini desam, men buningga ishonishga moyil edim. Ammo mantiqi bo'yicha keyingi masalaga, ya'ni Sayfiddin sotmagan bo'lsa, vatanimiz o'z qo'limizda bo'ladi deganga ishonishga kelganda ikkilanib qoldim. Buningga qandoqmi ishongili bo'lsin? Bu shunchalik oson masalamidi? Shu bir odamning irodasi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, naqadar yaxshi edi. Sabit Efendi mening xijolatchiligimning nadiligini tushunib turadi. Shunga u davom qildi. Xo'sh, Sayfiddin sotmagan bo'lsa, bugun vatanimiz o'zimizda bo'ladi deganga ishongan holda, ashu chog'dagi xalqaro vaziyat va mamlakatimizning vaziyatiga qaytib berib, amaliyot ustiga qo'yaylik. Vatanimiz jahon zo'migarlari tarafidan setilib bo'lgan edi. Gerçi vatanimizning ismi atilib, uning haqida ayrim bir modda hosil qilinmasa-mu, Xitoyning shu chog'dagi mavjud chegaralarining e'tirofi zamin butunligi shaklida Xitoyga tava qilib etilgan edi. Bu holda Sovetmi mening qilib ololmaydi. Wang Zhenning qo'shinlari keldi. Kuomintangning 150 ming kishilik qo'shini milliy manfaat uchun bu zaminni o'z qavmiga o'tkazib berishga qaror qildi. Bu holda Sayfiddin sotmayman deb turib olsa, Wang Zhen bu saloyimaydigan adashgan, ching nimikan, buningdan qandoqmi bir narsa og'ili bo'lsin, yuringlar avori bo'lmay ketayli deb qaytib ketadi, deganga ishongan bo'lamiz. Siz buningga ishonamsiz? Ishonmayman. Undaq bo'lsa, Sayfiddinning vatanni sotganligiga qaysi mantiqiga tayanib ishonasiz? Bu faqat siyosat haqida hech savodi bo'lmagan sodda odamlarning ko'chada o'ltirib elib baholashlari xolos. Chiqamadim. Sabit Efendi davom qildi. Sharqiy Turkiston xalqaro cho'ng atmosfera mustasno qilingan holda o'zimizninkilardan birlari sotgan deyilsa, o holda 11 bitim bilan setilib bo'linmagan edi. Agar yo'q desangiz, uni qandoq izohlaymiz? Birlashma hukumat deganni. Bu birlashma hukumat mustaqil Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining birlashma hukumatimi edi?
yoki Xitoy Cumhuriyetining bir o'lkasi o'rnidagi o'lkalik hukumat miydi? Agar vakillarimiz o'lkalik hukumat deganni e'tirof qilib, shu asosda bitim qilgan bo'lsa, demak, vatanning taqdiri shu chog'da pichilib bo'lgan demakdir. Ya'ni Sayfiddinga muoshmasdi. Sayfiddin faqat bu munofiqlikqa varislik qilgan bo'ladi. Mantiqsiz gap qilyapamdim ya. Shu Yuğangsha degan kitobda shundoq qo'rlaba. Tarjimasi: bu bitimga asosan firqa hukumati Şinjan'da bir partiya hukmronligi yurgizmaydigan, balki Milliy demokratik birlashma hukumat tashkillaydigan, ili 3 viloyat taraf qarshilik kuchlari qurilib bo'lgan davlat hokimiyati Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini amaldan qoldirgan. Shundoqla Şinjanning Jungoning muqaddas tuprog'i ekanligini e'tirof qildigan bo'ldi. Alixan Törining Turkiston qayg'usida yozilishicha, Ahmadjon Qosimi 1946 yili 28-iyunda Sharqiy Turkiston hukumatining tarqalganligini e'lon qilgan. Abdurdin: yo'q, tamoman to'g'ri. Undaq bo'lsa, bu vatanni kim sotgan bo'ladi? Roosevelt, Stalin, Churchill sotgan bo'ladi. Uningdan keyin qolsa, shu chog'dagi Sharqiy Turkiston vakillari bo'lib, Urumchiga kelib, Xitoy bilan bitim qilganlar sotgan bo'ladi. Ammo biz ularni izchil qahramon sifatida yodlayapmiz. Bu yodlashimizni xato demayman. Sayfiddinning eng ajallik xatosi uning kommunist mafkurasini qabul qilganligida dedik. Ammo to'g'risi uning o'lmay qolganligida. Agar o'lgan bo'lsa, rahmatlik bo'ladi. Gunohni davomlashtira olmaydi. U kommunist mafkurasini fursatparastlik, jon beqish tipida emas, chin ko'nglidan qabul qilgan. Yana bir reallikni nazarda tutgan bo'lishi mumkin. U Sovetdan boshqa taynadigan chegaramiz bo'lmasa, Sovet Xitoy taraf tursa, bu ishdan nima chiqadi deb xato o'ylagan. 50-yili Urumchidagi Amerika konsulining rag'bati bilan Kucha tog'larida qarshilik harakati yuz bergan. Bu bir tang ufuqining yiroqdan ko'rinishiga o'xshaydi. Agar Sayfiddinni bel bog'lasa, shu chog'da Sharqiy Turkiston hukumatidan tabarruk qolgan eng yuqori rahbar bo'lish sifatida milliy armiya qismlarini xalqini harakatlantira oladi. Demak, u xohlagan bo'lsa, g'alaba qilamizmi, Sobit Tamo'lining degandek tarixiy fursatda bir dalil yaratish bo'lib qoladigan ish vujudga chiqadi ekan. Ammo u xohlamabdi. Undaqda uni munofiq deyishga bo'ladi degan xulosani chiqarsak to'g'ri bo'lamdi. Natija e'tibori bilan shundoq. Xalqning munofiq deyishidagi sabab bilan mening munofiq deyishimdagi sababning o'xshamaydigan yeri shu. U muhim bir tarixiy davrda xalqqa yetakchilik qilib, qarshilik harakati elib berishni o'ylamadi. Aksicha, qabul qilgan kommunist mafkurasining xalqni baxtli qiladiganligiga ishondi. Ammo yana natijaga qarab baho berish bo'lsa, munofiq ko'payib ketadi. Mizon u xalqqa rostlanib qarshimaydi deganni analiz qilmoq bo'lishi kerakmikin deyman. Masalan, Sayfiddin Sovet ittifoqida ko'rganlarga asosan kommunistik sistemalar xalqqa baxt elib keladi deganga ishonib qolgan. Xalq uchun mushuni foydali deb xato tanlagan. Barliq baxtsizlik mana shuningdan kelib chiqqan. Buni uning keyingi tirishchanliklari isbotladi. Yana ba'zilar Sayfiddinning qo'liga kelgandek undaq uch huquq hech kimga berilmagan. Bundan keyinmi texmi bo'lmaydi. Mana shundaq uch huquq qo'lidagi chaqdimi biror ish qilmadi deydi ekan. Sizcha bundaq bir og'rinish to'g'rimidi? Siz o'zingizni ash uch huquq o'rniga qo'yib tasavvur qilib beqing. Nima qila olaydingiz? Qil sig'mas qilib o'rinlashtirilgan bir sistem. Atrofingizni qo'rshab turganning hammasi dushman bo'lishi mumkin. Xitoylarga naq dushman. Uyg'urlarning qaysisiga ishonish kerak noma'lum. Ashundaq bir jangalning ichida tanhosiz. Nima qila oladiganligingizni tasavvur qilib beqing. Bu shu qadar oddiy ish bo'lsa, bu kungacha eshib kelmaydi. Atrofingizda sizga mos harakat qila oladigan, rahbarlik qila oladigan bir guruh odam bo'lishi kerakmi yo'q? Safarbarlik keltirilgan xalq kerakmi yo'q? Hatto minbin xalq askari deb qo'lga qurol berilgan ashu xalq bu qurolni kimga qarshi ishlatish haqida bir uqumga egimaydi.
Ularning еңі o darajada buzilganki, agar Xitoyga qarshi turadiganligini aytadigan bo'lsangiz, sizni tutib berishga yaraydi. Bu aqlga uyg'undu. Texmi muhim tarafi. Xitoy armiyasining vatanimizdagi harbiy rayoni azaldan mustaqil harbiy rayon emas. Lanzhou harbiy rayoniga qarashliq. Ya'ni bu harbiy rayonning qo'mondoni Lanzhouda. Qarang bu puxtaliqni. Buning sizmi Sayfiddinning buyrug'ini uning orqasidagi Xitoy general ijro qilolmaydi. Askarlar ijro qilolmaydi. Bu faqat bir xil ko'rinish edi. Uning hukumatda qo'nchoq ekanligini da'vatimiz o askar ichida texmi qo'nchoq bo'lishini nimishqa aqlimizga keltirmaymiz. Aşı o'ringa tasavvurimizda o'ltirib beqib, ondan gap qilsak, texmi amaliy bo'larmi o qandaq? Rast, men qo'shilman. Ammo nurg'un odamlarni qoyil qilg'ili bo'lmaydi. Texi shu chaqda radio stansiyasida mustaqillikni e'lon qilib etgan bo'lsa, balkim uninggacha chet ellardan yordam kelishi mumkin degandek og'rinishlarmi bor? Mushu asr ichida 2 qatim mustaqillik e'lon qilindi. U chaqdagi shartlar hozirgidan foydaliroq edi. Xitoy ko'p ojiz edi. Shu chaqda nima bo'lgan edi? Chet ellardan yordam yig'ib ketganmidi? U chaqda Xitoylardan hurkib ketgudekmi emas edi. Xitoyning xalqarodagi o'rnimi ko'zga ilgudek emas edi. Shu holda jakolash bilanla bo'ladigan ishlar bo'lmaganligini unutib qoldikmi? Demak, oxirgi xulosa nima bo'ladi? Sayfiddin haqidami? Albatta, munofiq deyiladi. Chunki bu talaysiz keyingi urinishlarni amaliyotga aylantirib o'zini isbot qilamidi. Bir necha parcha ojizlarning nidosiga o'xshash qoqshigan she'r bilan ko'nglini isbotlashga tirishgan bo'lsa-mu, u bir shoirdan o'ta bir lider bo'lgani uchun she'rlar uni oqlashga yetmaydi. Mag'lubiyat bilan natijalansa-mu, biroq qarshilik harakati boshlay olgan bo'lsa, ondan uning ruhi poklanadi. Bu bo'lmadi. Shunga uning nidosiga qarab uni kechirolmaymiz.